27 ta yer isbotlarini qayerdan izlash kerak? Manbalar. Bu ma'lumotlar osmondan olinmagan. Slavyan Ori vedalarida quyosh tizimimizda 27 yer sayyora bo'lganligi aytiladi. Hind vedalarida Shrimad Bhagavatam esa bizning darajamiz Phurloka deb atalib, u bir necha chastotali hududlardan iboratligi bayon etilgan. Ertaklardagi shifr 3-9 yer ortida degan ibora bu shunchaki gap emas. Bu aniq matematik manzil. 3 times 9 27. Qo'shnilarning xususiyatlari. Ba'zi yerlar jannat misoli bo'lib, u yerda kasallik va o'lim yo'q. Boshqalari esa texnokratik dunyolar bo'lib, u yerda ruhiyat o'rnini temir-tersak va gadjetlar egallagan. Bizning yer bu eng muhim nuqta. Bizning dunyo barcha 27 ta energiya to'qnashgan makon. Bu yerda ruhiy o'sish eng tez kechadi. Midgard yerining asl ko'lami. Informatsion tahlil. Rasmiy fan biz yashayotgan hududni diametri 12756 kilometr bo'lgan shar deb hisoblaydi. Ushbu chegaralangan hududda rasman 195 ta davlat BMT a'zolari qayd etilgan. Tan olinmagan va qisman tan olingan hududlarni qo'shganda esa ularning soni 205 taga yetadi. Ammo bizning ushbu xonamizda alohida maqomga ega bo'lgan yana 2 davlat, kuzatuvchi davlatlar, Vatikan va Falastin ham mavjud bo'lib, ular amalda sektorimizdagi jarayonlarni nazorat qiluvchi va kuzatuvchi vazifasini bajaruvchilar. Ular bilan hisobga olganda 207 ta davlat. Yer yuzasining umumiy maydoni 510 million kilometrni tashkil etsa-da, uning atiga 29% quruqlikdir. Bizga ma'lum bo'lgan barcha davlatlar joylashgan bu makon ulkan tizimdagi kichik bir uya yoki yecheyka, ya'ni bir kichik bir xona xolos. Qadimiy bilimlar va vedik manbalarga tayansak, sayyoramiz aslida Midgard yer deb ataladi va uning haqiqiy hajmi hozirgi qabul qilingan o'lchovlardan o'nlab marotaba kattaroqdir. Qadimiy matnlarda, xususan Shrimad Bhagavatamda Bhu mandala tuzilmasi ta'riflangan bo'lib, unga ko'ra bizning olamimiz Jambudvipa orolining kichik bir qismidir. O'tmishning buyuk mutafakkirlari ushbu bilimlarga tayanib 3-9 yer 3-9 zemel tizimini, ya'ni yagona gigant Midgard platformasida 27 ta sivilizatsiya mavjudligini ko'rsatib o'tganlar. Ba'zi ma'lum bo'lgan 12000 kilometrlik cheklov bu shunchaki bizning ko'rish ufqimizning chegarasidir. Uning ortida esa qolgan 26 ta qo'shni sivilizatsiyalar joylashgan. Agar bizning sektorimiz butun tizimining 27 dan bir qismini tashkil etsa, unda Midgardning asl yuzasi 13 milliard kilometrlardan ham ortiqni tashkil etadi. Bu ko'lamning isbotlarini o'tmish xaritalaridan ham topish mumkin. Masalan, 1587-yilda Urbano Monte dunyoni hozirgi atlaslarga qaraganda ancha keng va ulkan qilib tasvirlagan. Admiral Piri Rais xaritasi esa hozirda muz bilan qoplangan qirg'oq chiziqlarini ko'rsatib beradi. Bu muzliklar aslida bizning sektorimiz va qo'shni sivilizatsiyalar o'rtasidagi chegara bo'lib xizmat qiladi. 12756 kilometr bu butun yerning hajmi emas, balki 207 ta davlat birlik joylashgan yopiq sektorimizning diametridir. Yulduzli darvozalar va ajdodlar astrologiyasi. Yulduzli darvozalar qadimgi manbalarda olamlar aro darvozalar haqida aytiladi. Bu shunchaki kino emas. Ajdodlarimiz o'sha biz aytgan 27 ta yer orasida harakatlanish uchun yulduzlar va sayyoralar energiyasidan foydalanishgan. Astrologiya esa ushbu darvozalarning boshqaruv pulti bo'lgan. Chartoglar bu navigatsiya. Biz hozir burjlar, ya'ni zodiak deb aytadigan tizim qadimda 16 ta chartogga bo'lingan. Har bir chartog bu ruhiy aloqa kanali. Sening tug'ilgan chartoging ruhiy qaysi yerdan kelganini va qaysi sivilizatsiya bilan bog'liqligingni ko'rsatadi. Astrologiya muvaffaqiyat kaliti. Nima uchun men sayyoralar harakatiga, masalan, mushtariy, ya'ni Yupiterning kuniga katta e'tibor beraman? Chunki ma'lum kunlarda biz bilan boshqa qo'shni yerlar o'rtasidagi energetik kanallar ochiladi. Bu vaqtda biznes va shaxsiy hayot uchun ulkan quvvat olish mumkin. Astrologiya bu shunchaki bashorat emas. Bu 27 yer tizimi bilan uyg'unlikda yashash ilmidir. O'z kodini bilish bu butun koinot energiyasidan foydalanish demakdir. Olam iyerarxiyasi, yaratuvchidan gumbazgacha. Alloh zamon va makondan tashqarida. Avvalo anglash kerak, Alloh moddiy emas. Ixlos surasi 112:4da aytilganidek, unga hech kim teng bo'la olmas. U vaqt va ummonlarni yaratgan zotdir. U barcha gumbazlardan yuksakdadir. Triada boshqaruv vositasi. Vedalardagi triada Brahma, Vishnu, Shiva bu Allohning moddiy olamdagi qonunlaridir. Brahma 6 kunda olamni quruvchi, Vishnu uni saqlovchi, Shiva vaqti kelganda yig'ishtirib oluvchi kuchlardir. Qur'onda 754 Albatta Robbingiz osmonlar va yerni 6 kunda yaratgan Allohdir deb marhamat qilinadi. Muhofaza qilingan shift. Biz gumbaz deb aytayotgan narsa Qur'onda saqfan mahfuzan Anbiyo 21:32da. Bu bizni yuqoridagi energiyalardan asrovchi qobiqdir. Rahmon surasida 55:19 va 55:20da ikki dengiz o'rtasidagi to'siq haqida aytilgan. Barcha ilmlar bitta haqiqatning turli qirralaridir. Alloh manba, triada uning irodasi, gumbazlar esa bizning ulg'ayish makonimizdir. Biz tasodifiy dunyoda emas, balki mukammal tartib ichida yashayapmiz.
Davomi keyingi qismda.